Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Kotib AI neyro tarmoqlardan foydalangan holda audio va video kontentni transkripsiyalovchi ko'p funksiyali yangi xizmat. Dunyodagi eng yaxshi tungi ko'rish ko'zoynagini dunyodagi eng qorong'u xonaga olib kirsa nima bo'ladi? O'zingizni biroz g'alati his qila boshlaysiz, ba'zida esa bosh aylanish paydo bo'ladi. Ko'zingiz yumuq yoki ochiqligini farqlay olasizmi? Farqlay olmasangiz kerak. Shunchalik qorong'u bo'ladi. 3. Bu yerda mutlaqo yorug'lik yo'q. 2. Fotonlar hamyoq ko'rinmas. To'g'ri. 1. Ha, men tayyorman. Zimziyo qorong'ulik bo'lishi mumkin emas, bu aql bovar qilmas. Bular PVS 31 ko'zoynaklari. Bu ajoyib. Dunyodagi eng zo'r tungi ko'rish ko'zoynaklaridan biri. Bu haqiqatan ham tun va kunni farqlashga o'xshaydi. Biz ularni har qanday qorong'ulikda sinab ko'rish uchun Indiana shtati Kreyn shahridagi harbiy dengiz bazasiga keldik. Endi haqiqiy sinov boshlanadi. Men birinchi marta tungi ko'rish ko'zoynagini taqishim. Men bularni pastga qarataman. Qoyil yo xudoyim. Tungi ko'rish ko'zoynagi haqida video tayyorlash uchun qop-qorong'u sharoitda suratga olishimizga to'g'ri keldi. Bu juda qiyin, chunki kameralar yorug'lik fotonlarini sensorga yo'naltirish orqali ishlaydi. Bu yerda fotonlar elektronlar chiqarib zaryad hosil qiladi. Bu zaryad kuchlanishga aylantiriladi va har bir piksel uchun birlar va nollar ko'rinishda raqamlanadi. Biz ISO deb ataladigan sozlamadan foydalandik. Aslida butun tasvirni yorqinroq qilish uchun bu kuchlanishni oshiradi. Taqqoslash uchun faqat bitta sham bilan yoritilgan manzara ISO 6400 da qanday ko'rinishni ko'rsataman. Endi bo'lingan ekranda ISO 64000 da qanday ko'rinishni ko'rsataman. Ikkinchisida soyalarda ko'proq tafsilotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu inson ko'zi past yorug'likda ko'ra oladigan tafsilotlar darajasiga juda o'xshash. Mana endi kameramizning eng yuqori ISO 409600 darajasida qanday ko'rinishi. Videodagi barcha qorong'u sahnalar shu eng yuqori ISO darajasida suratga olingan. Lekin qarang, bitta shamga nisbatan qanchalik qorong'u. Buning sababi harbiy dengiz bazasi odam qadami yetmas joylarda joylashgan va biz barcha ko'cha chiroqlarini o'chirib qo'yganmiz. Bundan tashqari suratga olishni aynan oysiz kechaga rejalashtirdik. Shunday sharoitda men harbiy taktik transport vositasini faqat tungi ko'rish ko'zoynagi yordamida boshqarishga harakat qilaman. Umid qilamanki, bu haydash rejimida turibdi, biroq qanday tungi ko'rish ko'zoynagidan foydalanish juda muhim. Barcha arzon tungi ko'rish ko'zoynaklari bir xil ishlaydi va ular boshga fonar taqishga o'xshaydi. Faqat ular chiqaradigan yorug'lik ko'rinmas, balki yaqin infraqizil, ya'ni ko'zimiz ko'ra oladigan to'lqin uzunligidan sal uzunroq to'lqinlardir. Keyin ularda shu yaqin infraqizil nurlarni qayd etadigan va kamera ko'rgan narsani orqa qismidagi ekranda aks ettiradigan kamera bo'ladi. Bu tungi ko'rinishning eng oddiy va arzon turi. U faol yoritish deb ataladi. Aslida tungi ko'rishning 3 xil turi mavjud bo'ladi. Tungi ko'rish texnologiyalari turli toifalarga bo'linadi. O'z yorug'likni yaratadigan, mavjud yorug'likni kuchaytiruvchi va issiqlik nurlanishini tasvirlovchi. Shunaqa. Tungi ko'rishning boshqa turlari minglab dollar tursa-da, bizning faol yoritgichlarimiz $200 dan ham arzon, juda kattalashtirilgandek tuyulmoqda. Bir-biriga mos kelmaydimi? Yo'q, unday emas. Ular boshqa har qanday tungi ko'rish usulidan ancha arzon va oson tayyorlanishi sababli faol yoritish deyarli barcha tijorat tungi ko'rish ko'zoynaklari yoki tungi xavfsizlik kameralarida qo'llaniladi. Bu men tungi ko'zoynak taqib qorong'uda mashina haydashga uringan birinchi sinov edi. Fokus qayerdaligini bilmayman. Buni ko'rsangiz dahshatga tushgan bo'lardingiz. Yo'lga qarayapman va fokusni birinchi konusga to'g'rilaganman. Voy xudoyim, bu juda xavfli. Qanday tezlikda ketayotganimizni ham bilmayman. Bu ko'zoynaklar bilan hamma narsa juda yaqindan ko'rinar ekan. Silkinish bor, lekin u hech narsa bilan mos kelmaydi.
Shunchaki silkinib turibdi. Hozir to'xtab turgan biror mashinani urib yuborsak ajablanmasdim. Voy xudo. Xo'p, to'g'riga. To'g'rimi? Ben harbiy tungi ko'zoynak taqib olgan. Shuning uchun qayerga ketayotganimizni aniq ko'ra oladi. Chaproqqa, yana chapga. Ayanda yaxshi bo'lsa kerak. Orqadan yo'l yo'rg'i berilmaganda allaqachon halokatga uchragan bo'lardik. O'zimni biroz yomon his qilyapman. Mana ko'rdingizmi? Bu faol yoritishning asosiy kamchiliklaridan biri. Kamera ko'rayotgan narsa bilan ekranda aks etayotgan tasvir o'rtasida sezilarli kechikish bor. Ko'pchilik raqamli tizimlar uchun eng tez ishlash sur'ati kadrlar chastotasiga bog'liq. Agar bu soniyaga 24 kadr bo'lsa, eng tez kechikish taxminan soniyaning 1/24 qismini tashkil qiladi. Bu o'nlab millisekund bo'lishi mumkin. Bu odamlarda harakatdan muvozanat buzilishi va koordinatsiyani yo'qotishga olib keladi. Menga frisbee bera olasizmi? Siz hatto qimirlamayapsiz ham. Hech narsani ko'rmayapman. Menimcha bularni tezda yechishim kerak. Bu yerda g'alati silkinish bor va ko'z oldimda hamma narsa tebranib turibdi. Faol yoritishning yana bir kamchiligi shundaki, ko'rish masofangiz cheklangan, chunki faqat chiroq yoritgan joyini ko'ra olasiz. Lekin bulardan harbiy sohada foydalana olmaslikning asosiy sababi oddiy. Ular passiv emas, yaqin infraqizil nurning yorqin manbai bor. Shuning uchun dushmanlar sizni osongina payqab olishi mumkin. Aslida harbiy tungi ko'rish ko'zoynaklari butunlay boshqacha texnologiyaga asoslangan. Ammo ular ham yaqin infraqizil nurlarni ko'ra oladi. Aynan shu sababli biz faol yoritgichlardan chiqayotgan nurni qayd etish uchun ularni ishlatib suratga olyapmiz. Siz hech tungi ko'zoynak taqib faol yoritish moslamasi bor odamni kechasi ko'chada uchratganmisiz? Lekin bu haqida izoh berib o'tirmayman, tushunarli. Harbiy tungi ko'rish ko'zoynaklari ancha yashirin bo'lishi kerak. Shuning uchun ular faol yoritgichlardan foydalanmaydi. Buni o'rniga ular faqat tungi ko'rishning ikkinchi turiga, tasvir kuchaytirishiga tayanadi. Xo'sh, endi yaxshi ko'zoynakni sinab ko'ramizmi? Tavba, bu haqiqatdan ham tun va kunga o'xshaydi. Mayli, boshladik. Voy, shunchalik ishonch bilan jo'nab ketdi. Chunki ko'ra olyapman. Xudoyim. To'pa-to'g'ri konusga qarab ketyapman. Bu konusning chap tomonidan o'taman. Keyin ularning o'rtasidan o'taman. Zo'r. Xuddi kunduzi haydayotgandek. Bu texnologiya faqat sahnada mavjud bo'lgan yorug'likdan foydalanadi. Fotonlar PVC-31A kabi ko'zoynaklarga kirganda ular jismonan kuchaytiriladi. Natijada boshqa tomondan ko'proq fotonlar chiqib, ko'zlaringizga yetib boradi. Yorug'likni qanchalik kuchaytirish haqida nima deya olasiz? Bu aniq minglab marta ko'paytiriladi. Minglab marta yorqinroq. Ular juda yengil, shuning uchun odamlar ularni to'xtovsiz 10 soatdan ortiq taqishlari mumkin. Hammasi bitta AA batareyasi bilan ishlaydi. Endi mashinani boshqarish juda oson bo'ldi. Shunchalik osonki, o'zimga biroz ortiqcha ishonch paydo bo'ldi. Ehtimol burilishda biroz sekinroq yurish kerak. Xo'p. Ko'zoynakda kamera yoki displey yo'qligi sababli ko'rayotgan narsangizda deyarli kechikish bo'lmaydi. Shuning uchun ko'zoynakni silkitsangiz ham dunyo siz bilan birga harakatlanadi. Yorug'lik kirib qaytib chiqunga qadar o'tgan vaqt juda qisqa. Bu mikrosekundlarga, hatto undan ham tezroq, nanosekundlarga teng bo'lishi mumkin. Xuddi ko'zoynaklar yo'qdek tuyuladi. Men shunchalik yaxshi ko'ryapmanki, keling oddiy tungi ko'rish bilan solishtiray. Qoyil. Dunyoning ko'rinishi bu ko'zoynaklar orqali ancha yaxshiroq ekan. Shunda biz tungi ko'rishning kutilmagan foydasini topdik. Yulduzlar g'arib ko'rinadi. Ko'zoynaklar orqali yulduzlar nuri butun atrofni yoritish uchun yetarli darajada kuchayadi. Bu shuningdek butun tungi osmonning o'zining to'liq ko'rkamligini namoyon qilishni anglatadi. Emily bularni ko'rganingda aqlingga shoshib qolardi. Voy xudoyim, juda ko'p sun'iy yo'ldoshlarni ko'rish mumkin ekan. Somon yo'li juda aniq ko'rinyapti. Xo'p, men bu bilan hayday olaman. Xudoyim, bu juda go'zal ekan. Xuddi qorda ketayotganga o'xshaydi. Go'yo hamma narsa atrofi oppoq. Bu juda qiziqarli. To'g'risini aytsam, bu menga juda yoqimli tuyulyapti. Men payqagan bir muammo shuki, bu tungi ko'zoynaklar cheklangan ko'rish maydoniga ega. Yon tomonlab ko'rib bo'lmaydi. Mutlaqo yo'q. Menimcha hozir qo'llarim bilan taxminan mana shu masofagacha yeta olaman. Biroq harbiy dengiz kuchlarida biz ishlayotgan ko'zoynaklardan ham yaxshiroq ko'zoynaklar bor.
Bular GPNVG18 ko'zoynaklari. Ular ham tasvirni kuchaytirish texnologiyasidan foydalanadi, ammo endi u ko'rish maydoningizni to'ldirish uchun 4 ta trubkaga qo'llaniladi. Bu optika 4 ta trubkani birlashtirib, ko'zingizga bir turdagi ellips shaklda uzatadi. Shunda boshingizni qimirlatmasdan ko'zingizni yon tomonga qarata olasiz. Ular dunyodagi eng qimmat tungi ko'rish ko'zoynaklari. Ularning internet do'konlaridagi narxi $40,000 dan oshadi. Ular shuningdek 2011-yilda SEAL Team 6 jamoasi tomonidan Usama bin Ladenga qarshi reyd ishlatilgan ko'zoynaklardir. Bu juda ajoyib. Ha, bu ko'zoynaklar bilan istalgan ishni bajarishga tayyorman. Ha. Bu shunchaki ko'rish qobiliyatingizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Bu harbiy ko'zoynaklarni tabiiy his qiladigan so'nggi narsa ularning ajoyib aniqligi hisoblanadi. Tungi ko'rish durbinini tavsiflayotganimizda bu uni piksellar yoki shu ma'nodagi aniqlik nuqtai nazaridan o'ylamaymiz. Biz uni 1 millimetrga to'g'ri keladigan juft chiziqlar orqali o'lchaymiz. Ya'ni 1 millimetr fizik maydonda nechta juft chiziqni ajrata olishimiz mumkin. Bir juft tungi ko'zoynak harbiy toifaga ega bo'lishi uchun ular har millimetrda kamida 64 juft chiziqni ajrata olish kerak. Demak, ularning samaradorligini baholash uchun deyarli sifatga o'xshash, ammo juda malakali va tarixiy jarayon mavjud. Bu ko'p yillik mashg'ulotlarga o'xshaydimi yoki? Menimcha 6 oy ichida odamni bu ishga o'rgatib olishimiz mumkin. Oho, buning uchun men butunlay qorong'i joyga o'taman. Yaxshi, u yerda yorqin diagramma bor. Unda bir tomonda +2 deb yozilgan. Shunday deyilganmi? Balki asl yozuvini ayta olmayman. Xo'p, aslida nima yozilganini aytmayman. Bu muammoga tez-tez duch keldik. Bunga aniq javob bera olmayman. Ha, bu haqida izoh bera olmayman. Men bu mavzuda fikr bildira olmasam kerak. Mikrokanal plastinasi va fotokatodni tayyorlash jarayoni haqida ham gapira olmaymiz. Tungi ko'zoynaklar haqida ko'p narsa sir, chunki ular hali ham eng ilg'or texnologiya hisoblanadi. Ushbu video harbiy dengiz kuchlari o'zlarining tungi ko'rish texnologiyasi haqida ommaga oshkor qilishga tayyor bo'lgan ma'lumotlarning maksimal chegarasidir. Aniq chiziqli testni ko'rsatishga ruxsat berilmagan bo'lsa-da, biz mana bularni ko'rsatishimiz mumkin. Tungi ko'rinishda bo'lgan chiziqlarga o'xshash chiziqlar bu yerda daraxtlar orasida ko'rinyapti. Keyin agar mana bu boshqa burchakka qarab yursak, turli masofalardan ko'rish mumkin bo'lardi. Optik qanchalik katta bo'lsa, shunchalik uzoqni ko'rish mumkin. Shunday qilib, tasvirlarning aniqlik darajasi va sifatini tushunish uchun tobora uzoqroq kalibrlash maqsadlari kerak bo'ladi. Biz qanchalik uzoqni ko'ra olishimizni bashorat qilish ko'plab laboratoriya tadqiqotlari va modellashtirish ishlarini amalga oshiramiz, ammo yakuniy sinov haqiqiy hayotga chiqishdir. Ko'zoynaklar aniqligini tasvirlash uchun millimetrdagi juft chiziqlardan foydalanamiz, chunki tasvir kuchaytirish raqamlari emas, analogdir. Bularning oddiy ko'rishimizga shunchalik yaxshi taqlid qilishlarining siridir. Raqamli kameralar yangilanish tezligi va aniqlik chegarasiga ega, chunki ular fotonlarni piksellardagi alohida qiymatlarga aylantiradi. Ammo tasvir kuchaytirgichlar yorug'likni kuchaytirish uchun uzluksiz real vaqtdagi bir qiymatli usuldir. Bu quyidagicha ishlaydi. Qorong'u fonda yulduzlar kabi obyektlardan cheklangan yorug'lik aks etib, ba'zi fotonlarni tasvir kuchaytirish trubkasiga yuboradi. Linza bu fotonlarni trubkaga teskari tasvir sifatida fokuslaydi. U yerda ular 3 bosqichdan o'tadi. Avval foton yarim o'tkazgichlar yoki ishqoriy metallardan yasalgan fotokatod deb ataladigan yupqa plastinkaga uriladi. Foton plastinkaga urilganda plastinkaning shu qismidagi elektron qo'zg'alib, vakuumga otilib chiqadi. So'ngra elektronlar vakuum trubka orqali kuchlanish bilan tezlashtiriladi. Ular to'g'ridan-to'g'ri mikrokanalli plastinka deb ataladigan boshqa yupqa plastinkaga yo'naladi. Bu plastinka izolyatsion materialdan, ko'pincha shishadan yasalgan bo'lib, unda 6 millionga yaqin mayda kanallar mavjud. Kiruvchi elektronlar kanal devorlari bilan to'qnashishi uchun ularning barchasi taxminan 5 gradusga burilgan. Ular devor materialdan ko'proq elektronlarni chiqaradi. Bu esa devorlar bilan yanada ko'proq to'qnashib, ko'proq elektronlarni chiqaradi va elektronlar ko'chkisini hosil qiladi. Shunday qilib, bir nechta elektron kiradi va minglab elektronlar oqimi chiqadi. Keyin bu elektronlar oqimi har bir kanalni tark etadi va fosforli ekranga urilish uchun yana bir yuqori kuchlanish bilan to'g'ri chiziqda tezlashadi. Bu nurlanish ta'sirida porlaydigan materialdan yasalgan oddiy ekrandir. U elektronlarning kinetik energiyasini sizga ko'rinadigan fotonlarga aylantiradi. Shunday qilib,
Trubkaga kirgan har bir foton o'z holatini saqlab qolgan holda minglab marta ko'paytiriladi. Bu esa yorqinroq, ammo boshqa jihatdan asl tasvirga o'xshash tasvir hosil qiladi. Oxirgi bosqichda fosfor ekraniga 20 million optik tola biriktirilgan bo'lib, ular tasvirni to'g'ri holatga keltiradi. Fotokatat, mikrokanal plastinkasi, vakuum oralig'i, fosfor ekrani, barchasi mana shu birinchi qismda. Tirnog'im keyingicha keladi, qolgan qismi esa optik tolali buramdir. Voy bu! O'nlab yillar davomida fosfor ekrani doimo yashil rangda bo'lgan. Aynan shu tarixiy fosfor tanlovi biz filmlar yoki video o'yinlarda biladigan barcha klassik yashil tungi ko'rish uchun mas'uldir. Ammo qorong'u sharoitda inson ko'zi spektrning yashil qismida yaxshi ko'rmaydi. To'r pardada fotoretseptorlarning ikki turi mavjud: tayoqchalar va kolbachalar. Kolbachalar yaxshi yoritilgan, ko'rish uchun qulay va ranglarni yaxshi ajratadi. Ular to'r pardaning markazida joylashgan. Tayoqchalar xira ko'rish uchun yaxshiroq va ular to'r pardaning chetlarida joylashgan. Shuning uchun ba'zan ko'z qiri bilan xira yulduzlarni ko'rish mumkin, lekin to'g'ri qarasangiz ular g'oyib bo'ladi. Tayoqchalarning yorug'lik sezgirligi ko'rinadigan spektrning ko'k qismida eng yuqori cho'qqiga yetadi. Shuning uchun bizning PVC 31A ko'zoynaklarimiz bunday ko'rinishga ega. Ular oq fosforga o'zgartirilgan bo'lib, umuman olganda biroz ko'kimtir ko'rinadi. Bu esa odamlar uchun narsalarni farqlashni osonlashtiradi. Ushbu tungi ko'zoynaklar yorug'likni qanchalik yaxshi kuchaytirishni ko'rish uchun biz ularni yaxshi yoritilgan xonaga qo'ydik va kichkina ignaning teshigicha joydan tashqari hamma joyni butunlay yopib qo'ydik. Bu faqat ozgina yorug'likni o'tkazadi. Ammo ko'zoynak orqali ko'rinish baribir xonaning o'zidan ham yorqinroq. Biz tungi ko'zoynaklarni bundan ortiq yorug'likka duchor qila olmadik. Lekin bu filmlarda ko'rsatilganidek, yorug'lik tungi ko'zoynak taqqan odamlarni charchatish uchun yetarli bo'lgani uchun emas. Xo'sh, qopqoqsiz holda chiroqni yoqib qo'ysak nima bo'ladi? Juda oqarib ketarmidi? U hali ham ishlashi mumkin, lekin siz uzoq vaqt davomida bunday qilishni istamasligingiz aniq. Unda ekranning qancha zaryadni yutishi mumkinligi bo'yicha tok cheklagicha mavjud va yorug'lik kuchini oshirish zanjirining bu qismini to'yintiradi. Agar biz ko'zoynakni umuman yorug'lik bo'lmagan xonada qo'llab tasvirni kuchaytirishni qarama-qarshi chegaragacha yetkazsak-chi, agar tungi ko'zoynaklarni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, mutlaqo qorong'u yer ostida hamma narsa yopiq. Umuman fotonlar yo'q joyga borishingiz kerak bo'ladi. Bu butunlay chalg'itadi albatta. Demak, biz hozir Crane harbiy dengiz bazasidagi yer osti poligonidamiz. Bu joy odatda o'qotar qurollarni sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi, lekin biz uni yopib, deyarli hech qanday yorug'lik ko'rinmaydigan darajada qorong'u qilishimiz mumkin. Shunaqa. Demak, bu yerda yorug'lik deyarli nurga teng, fotonlar yo'q hisobi. Ko'rinadigan qismda. To'g'ri, hozir hamma chiroqlarni o'chirib, bu yerni qop-qorong'u qilamiz. Buning ustiga atrofni tuman qoplagan. Shunday qilib, hatto tungi ko'rish moslamalari bilan ham hech narsa ko'rmasligimiz mumkin. Agar uzoq vaqt mutlaq zulmatda qolsangiz, nima bo'ladi? Tushunyapsizmi? O'zingizni g'alati his qila boshlaysiz. Bu aks-sado bo'lmagan xonada bo'lishga o'xshaydi. Sizga idrokning yetishmasligi ba'zilarning boshi aylanishiga yoki noqulaylik his qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunday. 3, 2, 1. Qop-qorong'i. Xo'p, tungi ko'rish moslamam yoqildi. Men bular orqali hech narsani ko'ra olmayapman. PBS 31A moslamalari bilan sof qorong'ilikda asosan ularning anal qayta ishlash jarayonini ko'rasiz. Xudoyim, bu xuddi qor bo'roniga o'xshaydi. U tomonga qarasam deyarli hech narsa ko'rinmaydi. Faqat qor ko'rinadi. Bu shovqinning barchasi elektronlarning ko'zoynak orqali ikki xil yo'l bilan o'tishidan kelib chiqadi. Biri termoelektron emissiyasi. Faqat issiqlik energiyasi tufayli ba'zi elektronlar metalldan chiqish uchun yetarli energiyaga ega bo'ladi. Ikkinchisi esa elektr maydoniga bog'liq. Bu trubkada shunday kuchli elektron maydon borki, u fotokatoddan elektronlarning bir qismini tortib oladi. Yuzimni ko'ra olyapsizmi o'zi? Chunki ko'zoynakdan ozgina yorug'lik chiqib, yuzimga tushishi mumkin. Tasvirni kuchaytirish faqat mavjud yorug'likni kuchaytira olgandan, uning yagona cheklovi shundaki, u yorug'lik manbasini talab qiladi. U juda kichik bo'lishi mumkin, lekin nimadir bo'lishi shart. Agar siz mutlaq qorong'ulikda bo'lsangiz, hatto faol yoritish ham yaxshiroq tanlov. Bu foydali, chunki agar siz haqiqatan ham qop-qorong'u xonada bo'lsangiz, uni ozgina yoritishingiz kerak bo'ladi. Agar tungi ko'rishning so'nggi turi issiqlik tasviridan foydalanmasangiz. Ko'zoynaksiz chiqish belgisini ajrata olmayapman, lekin ko'zoynak bilan u yuqorida ekanini bilaman. Tasvirni kuchaytirish normal ko'rishingizga o'xshashga harakat qilsa,
Issiqlik tasviri undan ham ortiq imkoniyat beradi. Elektromagnit spektrda infraqizil diapazon ko'rinadigan diapazonga qaraganda uzunroq to'lqin uzunligiga ega. O'rta to'lqinli infraqizil nurlargacha bo'lgan barcha qisqa to'lqin uzunliklari qaytaruvchidir. Ya'ni kundalik buyumlar bu to'lqin uzunliklarini o'z-o'zidan chiqarmaydi. Buning uchun yorug'lik manbai kerak. Ko'ylagimni ko'rish uchun qorong'uda bo'lmasligimiz kerak. Ko'k rangni ko'zingizni aks ettirish uchun ko'rinadigan yorug'lik zarur. Shuning uchun bizga faol yoritish qurilmalaridagi yaqin infraqizil nurlar kerak bo'ladi. Ammo uzoq infraqizil diapazon aslida nurlanish xususiyatiga ega, ya'ni unga yorug'lik manbai umuman kerak emas. Chunki barcha jismlar elektromagnit nurlanish chiqaradi va ularning spektrlari shakli Planck qonuniga bo'ysunadi. Ko'rinib turibdiki, faqat yulduzlar kabi o'ta issiq jismlar ko'rinadigan yorug'lik kabi qisqa to'lqin uzunliklarida sezilarli nurlanishga ega, ammo deyarli hamma narsa infraqizil nurlanish chiqaradi. Issiqlik tasviri hech qanday tashqi yorug'likni talab qilmagani va o'z yorug'ligini yaratishi shart bo'lmagani uchun u yer osti poligoni kabi mutlaq qorong'u sharoitlarda tengsizdir. Shuningdek, tuman yoki tutun ko'rinishingizni to'sib qo'yganda ham eng yaxshi tanlovdir. Men hozir bu poligondagi tumanga kiraman, ko'rinadigan joyga g'oyib bo'lishimni ko'ramiz. Keyin siz infraqizil kameralarda meni ko'ra olmasligingizni tekshirasiz. Kuzating. Marhamat. Bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Hozir seni umuman ko'rmayapman. Derek to'liq mashq qilmoqda. Shunchalik issiqlik chiqarishimizni tasavvur ham qilmagan edim. Issiqlik tasvirlash texnologiyasi ko'zingiz ilg'ay olmaydigan narsalarni, masalan, yer ostiga ko'milgan yoki yaqinda kimningdir qo'li tekkan buyumlarni ham ko'ra oladi. Issiqlik tasvirining yana bir afzalligi uning beqiyos masofasi bo'lib, u hatto harbiy tungi ko'rish ko'zoynaklaridan ham yaxshiroqdir. Infraqizil kameralarni PVS 31A bilan taqqoslash uchun minoradan yuzlab metr uzoqlikda masofaviy sinovni o'tkazdik. Oysiz tunda oddiy ko'z bilan qaraganda shu masofada sigaret yondirgichni ushlab turgan odam qanday ko'rinishini ko'rsatdik. Mana u tungi ko'rish ko'zoynagi orqali qanday ko'rinadi. Va bu infraqizil kameralar orqali ko'rinishi. Yanada aniqroq bo'lish va barcha to'g'ridan to'g'ri yorug'likni olib tashlash uchun o'sha sharoitda telefonini tekshirayotgan odam qanday ko'rinishini ko'rsatdik. U oddiy ko'z bilan mutlaqo ko'rinmaydi. Tungi ko'rish ko'zoynagi orqali xiragina ko'rinadi va infraqizil kameralar orqali juda aniq ko'rinadi. Ammo issiqlik tasvirlashning kamchiliklari ham bor. Bu faol yoritish kabi harakat kechikishiga ega raqamli tizim. Issiqlik ko'zoynaklar ommabop emas, chunki yuqori sifatli infraqizil kameralar ko'chma bo'lish uchun juda katta va ko'p quvvat talab qiladi. Ular faqat issiqlik nurlanishini aniqlaydi. Shuning uchun, masalan, belgilardagi yozuvlarni ham ko'ra olmaydi. Mana infraqizil nurda ko'rinishi F P T O Z L P E D. Faqat yorug'likning qaytishi tufayli ko'rinadigan har qanday narsa issiqlik kameralariga ko'rinmaydi. AZFS. Bu nima ekanligini bilmayman. Z F yoki ZP. Hozirgi kunda tungi ko'rinishning eng yaxshi turi yo'q. Ularning barchasida yechim, kechikish, yorug'lik vaziyati, yashirilish va ko'chma bo'lish kabi xususiyatlar o'rtasida murosa mavjud. Tungi ko'rishning butun tarixi ana shu murosalarni kamaytirishga urinishi bilan bog'liq. Gen 0 deb nomlanuvchi birinchi tungi ko'rish texnologiyasi Ikkinchi jahon urushi va Koreya urushi davrida snayper skoplar uchun ishlab chiqilgan. Ular hozirgi tijorat tungi ko'rish ko'zoynaklari kabi faol infraqizil yoritishdan foydalangan. Keyin birinchi avlod tungi ko'rish qurilmasi Vyetnam urushi uchun ishlab chiqilgan. Ularda faqat fotokatet va ekranga ega bo'lgan oddiy tasvir kuchaytirgich naychalardan foydalanilgan. Mikrokanal plastinkasi bo'lmagan, ulardan 3 tasini bir qatorga joylashtirganlar. Natijada ular juda katta va ko'zdan kechirganda aniq ko'ringan. Ammo yaratilgan teleskoplar Oy va yulduzlar yorug'ligida ishlash uchun yetarlicha sezgir bo'lib, ularga yulduz nuri laqabi berilgan. Ikkinchi avlod tungi ko'rish qurilmasi 60-70-yillarda ishlab chiqilgan va tasvir kuchaytirgich naychasiga mikrokanal plastinkasi qo'shilgan. Bu esa bulutli yoki oysiz kechalardagi qorong'u sharoitlarda ishlash uchun sezgirlikni oshirgan. Bu qo'shimcha shuningdek naychalarni ancha ixchamlashtirgan va qo'lda ushlash mumkin bo'lgan birinchi tungi ko'rish ko'zoynaklarini yaratishga imkon bergan. Oxirgi avlod, 3-avlod 80-yillarning oxirida paydo bo'ldi. Ular fotonlarni elektronlarga yaxshiroq aylantirish uchun fotokatet materialni yarim o'tkazgich galliy arsenidga o'zgartirdi. Shuningdek, naychaning ishlash muddatini 3000 soatdan 10000 soatgacha oshirish uchun mikrokanal plastinkasini ion to'siq plyonkasi bilan qoplashdi.
Garchi 30 yildan ortiq vaqt davomida tungi ko'zoynaklarning rasmiy yangi avlodi bo'lmagan bo'lsa-da, tadqiqotchilar doimiy ravishda yangi takomillashtirishlar ustida ishlashmoqda. Men gapirishim mumkin bo'lgan ba'zi asosiy tadqiqot yo'nalishlari detektorlarning infraqizil diapazonini qanday kengaytirish haqida. Bugungi kunga qaraganda kamroq shovqin bilan infraqizil nurlarni uzoqroq masofada ko'ra oladigan qurilmalar yaratish sohalari ustida ish olib borilmoqda. Tungi ko'rish ko'zoynagi sohasiga qanday kirib qolgansiz? Men 2000-yillarning boshida dengiz piyodalari korpusida xizmat qilganman va biz Iroq ozodligi operatsiyasida xuddi shu modelga o'xshash qurilmadan foydalanganmiz. Bu mening ushbu sohaga kirib kelishimga sabab bo'lgan asosiy omillardan biri edi. Men yaxshi lekin mukammal bo'lmagan shunga o'xshash qurilmalardan foydalanganman. Bilasizmi, ular bundan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Shuningdek, biz umuman yaxshi bo'lmagan infraqizil tizimlardan ham foydalanganmiz. Shunday qilib, bu qurilmalardan xizmat sharoitida foydalanib, o'zimga savol berardim. Nima uchun bular yanada yaxshiroq emas? Tungi ko'rish qobiliyatining ahamiyati harbiy sohada ancha keng. Odamlar bu ko'zoynaklardan yana qanday maqsadlarda foydalanishlari mumkin? Qidirish va qutqarish ishlarida yoki elektr ta'minoti bo'lmagan joylarda, qorong'i bo'lgani uchun ko'rish qiyin, masalan, lekin siz ishlarni tez bajarishni xohlaysiz. Issiqlik tasvirlash butun bir san'atga aylandi. Infraqizil kameralar yong'inni o'chirishdan tortib binolarni tekshirish va tibbiy tasvirlashgacha bo'lgan sohalarda qo'llanilmoqda. Dastlab tungi ko'rish uchun ishlab chiqilgan mikrokanalli plastina esa hozirda Chandra rentgen observatoriyasi kabi kosmik teleskoplarda o'rnatilgan bo'lib, bizga oddiy ko'z bilan ko'r bo'lmaydigan yashirin dunyoni kashf etishga yordam bermoqda. Juda ajoyib-ku. Ko'zlarim yoshlanib ketdi. Mayli, o'zimni yig'ishtirib oldim. Qorong'i bo'lgani uchun meni hech kim ko'rmayotganga o'xshaydi. Lekin agar sizda tungi ko'rish moslamasi bo'lsa, meni ko'rishingiz mumkin. Tungi ko'rish texnologiyasini sinovdan o'tkazish yangi innovatsiyalarni chinakamiga tushunish uchun amaliy tajribaning o'rnini hech narsa bosa olmasligini yaqqol ko'rsatadi. Ammo ilg'or texnologiyalarni qo'lga kiritish uchun harbiy bazagacha borish shart emas. Aslida siz buni istalgan joyda ushbu videoni homiysi Brilliant yordamida amalga oshirishingiz mumkin. Bugunoq buni mutlaqo bepul boshlashingiz mumkin. Shunchaki brilliant.org Veritasium saytiga tashrif buyuring. Brilliant bu texnologiyadan tortib matematikagacha, tabiiy fanlar va dasturlashgacha bo'lgan barcha sohalarda asosiy tushunchalarni o'zlashtirishning eng yaxshi usuli. Maqsadingizni belgilasangiz, Brilliant sizni u yerga olib boradigan yo'lni ishlab chiqadi. Agar maqsadingiz eng so'nggi texnologiyalar bilan hamnafas bo'lish bo'lsa, Brilliantning katta til modellari qanday ishlaydi nomli so'nggi kursni boshlash uchun eng yaxshi joy. Katta til modellari qanday ishlaydi kursi sizni haqiqiy til modellarining ichki tuzilishi bilan tanishtiradi. ChatGPT kabi texnologiyalarni soddalashtirib modellarning lug'at boyligini qanday shakllantirishdan tortib, keyingi so'zni qanday tanlashigacha bo'lgan barcha masalalar bo'yicha interaktiv darslar taqdim etadi. Katta til modellarini o'zingizga kerakli natijaga moslashni o'rganasiz. Taylor Swift qo'shiqlari va yirik texnologiya kompaniyalarining huquqiy hujjatlari asosida o'qitilgan modellarni taqqoslash orqali nima uchun o'qitish jarayoni hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tushunasiz. Bu shunchaki navbatdagi kurs emas, bugungi kunning eng ilg'or vositasi mexanizmlarini sinab ko'rish va o'zlashtirish uchun sun'iy intellektning ajoyib ustaxonasidir. Eng so'nggi texnologiyalar bo'yicha kurslardan tashqari, Brilliant matematika, tabiiy fanlar va dasturlash bo'yicha tushunchalarni oson tushuntiradigan amaliy yondashuvga ega bo'lgan ulkan kontent kutubxonasiga ega. Eng yaxshi tomoni shundaki, siz Brilliant bilan istalgan joyda o'rganishingiz mumkin. Bu xuddi cho'ntagingizda videolarimiz haqidagi interaktiv darslar bor degani. Ular doimo eng so'nggi yangiliklarni yoritish uchun yangi kurslar tayyorlashadi. Shunday ekan, texnologiya olamida bundan keyin nima yuz berishidan qat'iy nazar, Brilliantda bu haqida darhol bilib olishingizga ishonchingiz komil bo'lsin. Brilliant 30 kun davomida bepul taklif qiladigan barcha imkoniyatlarni sinab ko'rish uchun brilliant.org Veritasium saytiga tashrif buyuring. Men bu havolani tasvirda qoldiraman. Ro'yxatdan o'tgan birinchi 200 kishi Brilliant yillik premium obunasidan 20% chegirmaga ega bo'ladi. Brilliantga ushbu videoga homiylik qilgani uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman va tomosha qilganingiz uchun sizga ham rahmat aytmoqchiman. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.